Akalar qaranglar, kim to'g'ri bu odam tanimaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Bu odam to'g'risi men ham tanimayman. Qaranglar, sizlarga vashi ideal holatdagi mashinani topib qo'yganman akalar. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashinasi akalar. Mashina ideal holatda turibdi mashinaga. Bitta baho berib, bitta leksiyani bosib qo'ysanglar, umuman ishi yo'q, ideal holatdagi motor hadovoy, hech qayerda ishi yo'q. Tayyor yurib turgan mashina. Hozir yoq-yoqda kraskasi bor. Erda-berda petnochasi bor. Hatta olamandan maza qilib, Yandexda bosaman shahar o'rtasida probkalarda qolib ketmayman degan aka-ukalarimizga bu mashinachamizni narxini taxmin qilib turinglar. Taxmininglardan ham kam chiqsa, bitta leksiyani bosib qo'yasiz. Akalar, Matizcha ideal holatda turibdi. Bunaqa holatdagi Matizlarni Qashqatekin kanalidan olib maza qilib haydayman deganlar bo'lsa, obunachi bilan leksiyani bosib qo'ysanglar, bundan ideallarini qo'yib boramiz. Akalar, yana aytgancha bizda Telegram kanal bor. Telegram kanalimizga kuniga 10-15 ta mashinalar qo'yib boramiz. Ulgurib qolsanglar, bittasini baraka qilib yuborasizlar. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Profilda silkasi bor. Chixol, polik, hamma narsasi joy-joyida. Mashina benzinda faqat yurgan. Ozgina manbalarda bitnochasi bor. Shunani bizning kanaldan olib maza qilib haydashinglar uchun akalar $1700 bo'lsa bosib yuboramiz.